Eng avvalambor assalomu alaykum. Omonat TV kanalining kuzatuvchilari. Mana bugun taqdir taqozosi bilan buni qarangki, onadan yana bir tug'ilganday bo'ldim desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi maqom ansamblda ishlab yutqazmaganligimni yana bir bora tushunib yetdim. Sababi bugun mana Surxondaryo viloyati Termiz shahridan hozirgina chiqib Hakim Ali Termiziy majburiga ziyoratga keldik. Endi buni ko'rib havas qilasiz. Qarang, bir tomon Afg'oniston, mana bir tomon Amudaryo, mana bu tomon Termiz shahri. Juda biri-biridan go'zal manzaralarga qadam ranjida qildik desak mubolag'a bo'lmaydi. Men mana shu ziyoratni meni tanigan, bilgan qavmi qarindoshlarim, yurtdoshlarim, Omonat TV kanalining muxlislari nomidan ziyorat qilyapman desam mubolag'a bo'lmaydi. Men shu o'z o'rnida mana shunday joylarga qadam ranjida qilish har bir yurtdoshimizga nasib qilgan bo'lsin. Bugun mana shu yerda biz Hakim Ali Termiziy ziyoratgohini ziyorat qilar ekanmiz. Albatta mana shu insonning ruh poklari hammaga madadkor bo'lib turib, ishlarni oldinga surishda, kelajakdagi ishlarga rivoj berishda niyatlar qilib qolaman. Yana bir bora biz bugun Surxondaryo viloyatidan azim va qadim hamisha navqiron bo'lgan Samarqandimizga qaytar ekanmiz. Barcha surxondaryolik bizni tanigan bilganlarga samarqandliklar nomidan minnatdorchiliklar bildirib qolaman. Yaxshi kayfiyat har bir insonning hamrohi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.